Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yanaman. Bugungi kunda biza Linebet kontorasi orqali ham strategiyalar berib boshlayapmiz. Bu meni Linebetda Mortal Kombat kibersportidan beradigan stavkalarim hammasi ko'rganinglardek o'tyapti. Hammasi Dagon orqali, albatta. Xo'p, kanalimiz silkasini video pastida qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, normalniy stavkalar berib boraman. Xo'p, Linebetga kirib olsak. Xo'p, qaysi o'yindan boshlaymiz? Ketdik. Sizlarga maslahatim, kiritgan summalarni 10% bilan o'ynab boshlanglar. Chunki bu yilda Dagon orqali normalni beradi. 2 koeffitsient bizga yetadi. Katta koeffitsient kerak emas. Mana olamiz. Zabrat vigrish. Xo'p, yana olamiz. Xuddi mana shunaqa o'ynaladi. 2 koeffitsient olib ketaverasizlar. Stavkani 110 ming qilamiz. Xo'p, ketdik. Mana bu oqqandan keyin stavkalarni 2 barobar oshiramiz. Ketdik, talishda davom etamiz. Yana oqdimi, yana 2 barobar oshirasizlar, chunki foydani chiqarib olishimiz kerak. Ketdik, davom etamiz. Zabrat vigrish. Mana shunaqa o'ynaladi. Уже normalni foydaga ham chiqib oldik. 330 ming. Ketdik yana. Oqdik. Stavkani 2 barobar oshiramiz. 330 ming bo'lsa 660 ming bo'lishi kerak. 60 ming. Ketdik. Olamiz. Mana shunaqa o'ynaladi. Уже normalni berib boshladi. Ketdik, yana bitta o'ynaymiz va yetadi. Mana yaxshi. 2 million foydaga chiqdik mana shu yerda. Xo'p, bu o'yindan chiqamiz. Kristal o'yiniga o'tamiz. Kristal ham o'zlaringiz bilganlaringizdek ko'pchilik o'ynab ko'rgan bu normalni katta koeffitsiyentlarni berib yuborish hech gap emas. Bunda uncha dagon qilish shart emas. Lekin stavkani oshirib borishimiz shart. 0.3 koeffitsient berdi hozirga. Ketdik, qayta o'ynaymiz. 1.5 koeffitsient berdi. 1.5 koeffitsient berdi. Stavkani oshiramiz. Xo'p, ketdik. Ne повезло. 1 koeffitsient berdi. Новая stavka 2 barobar oshiramiz. Bo'lmadi. Xo'p, ketdik. Yana qayta ne повезло. 2 barobar oshiramiz ikkitada. Xo'p, новая stavka yana 2 barobar oshirib qo'yamiz. 0.9 koeffitsient. 1.2 koeffitsient. Yaxshi. Yana bitta o'ynaymiz. 0.3 koeffitsient. Ketdik, davom etamiz. Ne повезло. 0.8 koeffitsient berdi. 1.280. 1.3 koeffitsient berdi. Xo'p. Davom etamiz. Ne повезло. Stavkani oshiramiz. Ketdik. Talishda davom etamiz. Ne повезло. 1.7 koeffitsient berdi. 2 koeffitsient. Xo'p, yaxshi. 36 million, 7 million 400 berib Xo'p,
Stavkani bitta tushiramiz, ketdik. Не повезло. 3 коэффициент 0,3 коэффициент 0,3 коэффициент. Новый stavkani oshiramiz. 0,9 berdi. Stavkani pasaytiramiz. Ketdik, talishda davom etamiz. Qarab turinglar, hozir 5 koeffitsiyentdan kattaroq ishlaymiz. Не повезло, stavkani oshiramiz. Stavkani oshiramiz, talishi. Mana 5 koeffitsiyent tutdik oxiri. 45 million bo'ldi shotimiz. Bundan ham normalni ko'tardik. Endi Linebet'da eng mashhur o'yin Apple of Fortune o'yinida ketdik. Bunda ham bizga katta koeffitsiyent kerak emas. 4 koeffitsiyentgacha bemalol tutib olamiz bu o'yinda. Xo'p, Dagonga tushdi, ketdik. Dagon bermadi. 2 barobar oshiramiz. Xo'p, ketdik. Bermadi. 400 ming. Bermadi. Xo'p, qayta o'ynaymiz. Stavkani oshirib boraveramiz. 4 koeffitsiyent ushlab olmaganimizcha. Xo'p. Mana 4 koeffitsiyent ushlab oldik. Olamiz. $100 bundan ham foydaga chiqdik. Xo'p, ko'rib turganingizlar, mana shunaqa o'yin Linebet. Tez foydaga chiqa olasizlar. Faqat sal sabr va nima bu azartni bermay o'ynash kerak. Mayda ko'tarib mana shunaqa. Endi bitta Почти $2000 foydaga chiqdik. Mana shu live dozda ko'rib turganinglardek. Mana shunaqa o'yin. Hammanglarga omad. Agar savolinglar bo'lsa, o'sha Telegram kanalimda lichkan bo'lib beraverasizlar. Ko'rib turganinglardek, ko'zinglarning yonida mana $2000 почти 38 million bilan boshlab 58 millionga 20 million foydaga chiqdik. Hammaga omad bolalar. Keyingi videolarni kuzatishda davom etamiz.